Bu videoda men anarxiyada 90 soatdan oshiq o'ynayman. Bu vaqt ichida gigant fermalar quraman. Ko'plab bazalarni raid qilaman va ulardan qimmatbaho narsalar olaman. Son sanoqsiz eventlarga boraman. Ko'nglimni og'ritgan g'alamis o'yinchilardan qasos olaman va eng muhimi, millionlab pul ishlayman. Bu videoni tayyorlashga 1 oydan oshiq vaqtim ketdi. Agar sen shunday videolarni yana ko'rishni xohlasang, kanalga obuna bo'l va videoga like bos. Men esa Articraft serverda o'ynadim. IP ekraningizda va video ostida bo'ladi. Serverga kirganim zahoti Warpmine komandasi yordamida avtoshaxtaga teleport qildim. Toshkirka yordamida temirdan boshqa narsani kovlab bo'lmaganligi tufayli birinchi navbatda temirlarni kovlab olishga kirishdim. Qazib bo'lgan temirlarimni esa spawnda turgan pechkalarda eritib, o'zimning birinchi temir kirkamni yasab, zumradlarni kovlashni boshladim. Qazigan resurslarimni Bayerga sotganimdan so'ng server do'konidan yana bitta zumrad sotib oldim. Hali avtoshaxtaning yangilanishiga 100 soniya bor edi. Ungacha Bayerni ko'zdan kechirib turib, kakaoga ko'zim tushdi va shundan so'ng kakao ekib pul topishga qaror qildim. Avtoshaxta yangilangandan so'ng esa barcha resurslarni kovlashni boshladim. Menga asosan zumradlar kerak edi. Bu yerda esa qaysidir o'yinchining inventari to'lib qolganga o'xshaydi. Avtobayerni yoqib resurslarni sotmoqchi edim, lekin qanday qilib zumradni o'chirib qo'yish mumkin ekanligini tushuna olmadim. Shuning uchun avtobayerni yoqqanimda barcha narsalarim sotilib ketdi, zumradlarga qo'shib. Lekin bu avtoshaxtadan naqd 140 ming ishlashga muvaffaq bo'ldim. Bu pulga bemalol zumrad sotib olib, o'zimga zumrad kirka yasashim mumkin edi. Hattoki zumrad bolta ham. Zumrad bolta esa bizga kakao ferma qurishda juda ham asqotadi. Asboblarni esa zumraddan yasalishining afzalligi esa ular yasalgani zahoti sehrlangan bo'ladi. Sal uzoqroq koordinatalarga borganimdan so'ng pastga qarab kovlashni boshladim. Shu yerda mening bazam bo'ladi. Ozmuncha kattalashtirganimdan so'ng bizning yangi bazamizni tropik daraxtni qo'yishni boshladim. Bunga biz kakaolarni ekishni boshlaymiz. Orqa tomoniga ham ekdim, esimdan chiqqani yo'q. Ortib qolgan bir nechta kakaolarni esa Bayerga sotib yubordim. Auksionda esa kimdir juda arzondan suyak kukunlarni sotayotgan ekan. Barchasini sotib oldim. Bu orqali esa kakaolarni yanada tezroq o'stirish mumkin. Aytgancha, men kadr o'rtada fermamizni yana ozgina kattalashtirgan edim. Qizig'i bu hammasi emas. Hali yaxshiroq pul ishlashimiz uchun bu fermani yaxshigina kattalashtirishimizga to'g'ri keladi. Spoiler, bu hali kelajakda quradigan fermalarimiz oldida shunchaki holva. Ungacha esa Willy Wonka obrazidan chiqmay turamiz. Bu esa mening birinchi hosilim, 8 stak kakao urug'i. Barchasini Bayerga sotamiz va biz taxminan 200 ming tangalar ishladik. Ko'proq kakao olish maqsadida auksiondan omadga sehrlangan bolta sotib oldim. Qani endi uni sinab ko'rsak ham bo'ladi. Xo'sh, 3 ta tushdi. Qani yana 3 ta tushdi. Bundan ham 3 ta tushdi. Qo'lda ham 3 ta tushdi. Oldin tekshirib ko'rish kerak edi. Kakaoga omad sehri hech qanday ta'sir qilmas ekan. Tugustak airdropga borganimdan so'ng videoni yoqish esimdan chiqdi. Shuning uchun olgan narsalarimni mana endi ko'rsatyapman. Bu 3 ta ajdarning nafasi va bitta qishloqining tuxumi. Eng muhimi esa 15 ta o'rgimchakning to'ri. U bizga kelajakda juda ham asqotadi. Boltani ham bekorga olmabman. Endi daraxt chopish tezligim anchagina oshdi. Yo'q, adashibman. Bu boltani nas bosgan. Xo'sh, shuncha daraxt bizga yetadi. Ha, aytgancha sizlarga ko'rsatish esimdan chiqdi. Men bazaga region qo'ydim. Fermamizni ham masshtablari anchagina kattalashib qoldi. Orada bir kitob sotib olmoqchi edim, lekin bu serverda bilim eng qadrli narsaga o'xshaydi. O'rniga zumrad sotib olib, o'zimga hech bo'lmasa olmos aslaxa yasab olishim mumkin. To'g'rirog'i zumrad aslaxa. Zumraddan yasalgan narsalar xuddi boshqa narsalarga o'xshab sehrlangan bo'ladi, ya'ni himoya uch sehriga. Endi yangi aslahalar bilan o'lib ketishga qo'rqmasdan anchagina suyak blok kavlab olishim mumkin. Baxtimga bu suyaklar yaxshigina ko'p uchradi. 2 stak suyak bloklarini yig'dim-da, tezga uyga surib oldim. Boyagi to'rning ham shonli davrlari keldi. To'g'rirog'i bizga to'r emas, ip kerak. Ip esa bizga kamon yasashda kerak. U esa bizga o'z navbatda razdatchi yasashga kerak. Bularning barchasi menga AFK kakao mashinasi 3350 so'mni yasash uchun kerak edi. Ferma ham deyarli tayyor bo'lay deb qoldi. Bu yerga sandiq qo'yamiz, sandiqqa esa varonkani ulab yuboramiz, yo Hasan aytgandek xuni. Bu mashina esa meni inventarimga kakao urug'larini tashlab turadi. Xo'sh, hammasi tayyor. Endi fermani ishga tushiramiz.
ishlayapti. Bu fermaga mualliflik huquqlarini talab qilmaganim uchun bemalol serverga kirib qurishingiz mumkin. Endi fermani amalda sinab ko'radigan bo'lsak, "25 daqiqada 13 stak kakao berdi. Men jonim bilan yana turgan bo'lardim, lekin suyak tugab qoldi. Bu esa futbolchi men uchun umrini oxirigacha suyak tashishga va'da berdi. This is Sparta. Shohruxni qanday qilib regionga qo'shishni bilmadim. Shuning uchun shunchaga regionni sindirib turishga qaror qildim. Bu suyak bordor tekinga ishlamas ekan. 15 ta zumrad so'radi. Berishga to'g'ri keldi. Kakaolar ham bu vaqtga kelib yetilib qolgan edi. Barchasini olib sandiqqa soldim. Anchagina yig'ilib qolibdi. Bu vaqtga kelib suyak bardor, ya'ni shoh menga bir stak suyak blok olib kelib berdi. Balansimni 1 millionga yetkazgandan so'ng barchasiga klan yaratib qo'ydim. Bilmasdim bu qadar qimmat narsa ekanligini. Hech bo'lmasa endi klan uyimiz bo'ladi. Shohruxni ham klanga qo'shib, unga barcha huquqlarni yoqib qo'ydim. Kakao ferma 3350 so'mni takomillashtirgan holda yana ozgina AFKga turaman. Sichqonchani tugmasini bosgan holda F3 va T tugmalarini bosib va sichqonchani tugmasini qo'yib yuborsa, Minecraft sizni hali ham sichqonchani bosib turibdi deb o'ylaydi. Bu safar ham 13 stak kakao yig'ishga muvaffaq bo'libman. Joyida hammasini sotib yubordim. Bu ferma qandaydir menga kichkinalik qilishni boshladi. Shuning uchun ham auksiondan bitta mega buldozer kirka sotib olib, yana bir ferma qurishga qaror qildim. Lekin bu ferma bazamizda bo'lmaydi. Hamma narsani bitta joyga qilish yaxshi g'oya emas deb o'ylayman. Uzoqroq koordinatalarni qidirib borayotganimda chatda sirli mayoq haqida xabar keldi. Men bu paytda buni event deb o'ylab u yerga borishga qaror qildim. Spoiler, bu videoda qilgan eng yaxshi ishlarimdan biri bo'ldi. Birinchi navbatda bazaga qaytib barcha aslahalarimni sandiqqa soldim, chunki yo'qotishdan qo'rqayotgan edim. Chatdagi koordinatalarga kelganda bu yerda hech narsa yo'q edi. Boshida hayron qoldim. Keyin yana bir koordinatalarni tekshirib ko'rishga qaror qildim. Balandlik -56 ekan, demak yer tagida. Shu yerda men bu oddiy event emas ekanligini tushunib yetdim. Aksiga olib o'zim bilan kirka olib kelmagan edim. Shuning uchun shu yerni o'zida yasashga to'g'ri keldi. Ovqatim ham shu yerga kelib tugadi. Yog'ochdan ovqat yasab ololmaganim tufayli bu yerga uy nuqtasini qo'yib bazaga borib kelishga to'gri keldi. Aynan kerakli koordinatalar ustiga kelib, yana pastga qarab kovlashda davom etdim. Kutilmaganda yo'limdan baza chiqib qoldi. Bu yerda hech qanday region yo'qligini ko'rib, barcha narsani sindirib o'zim bilan olib ketishga tushdim. Ozgina atrofga qarab, haqiqiy baza bu yerda ekanligini ko'rdim. Sandiqlarni ochib qarasam, ichlari to'la va hech qanday region yo'q. Bu yerda men yolg'iz emas ekanman. Tepamdagi narsa portlashgacha bo'lgan teskari sanoq. Kimdir yaqin atrofda Tire Black portlatdi. Demak, bu yerga kelishga aql yetgan yagona inson men emas ekanman. Paytdan foydalanib barcha qimmatbaho narsalarni o'zimning Ender sandig'imga tashishni boshladim. Aytish joizki, ular bu yerda anchagina edi. Barcha qimmatbaho narsalarni Ender sandig'imga solib bo'lgandan so'ng Raider meni topdi va 2 zarbada o'ldirdi. Qizig'i, xuddi shu o'yinchi boyagi mayoqni chaqirgan edi. Agar bu bazani u raid qilayotgan bo'lsa, mayoq qo'yishdan qanday maqsad bor edi? Xullas, men bu raiddan 2 ta tumor, bitta top kirka, bitta spawner, netherite oyoq kiyim va qandaydir sfera topdim. Yana nimadir qolgan bo'lishi mumkin deb u yerga yana qaytdim. Borsam u yerda yana bir o'yinchi turgan ekan. Bu yana qayerdan keldi? Bu yer nima sizlarga? Attraksionmidi? Ozgina quvlashmachoq o'ynaganimizdan so'ng bu bola meni spawnga qaytarib yubordi. Men esa taslim bo'lganim yo'q. Qaytib kelib yana atrofga qarasam, nariyoqdan niklar ko'rindi. Demak, bu yerda bazaning davomi bor. Hozir hech narsasiz u yerga borish variant emas. Shuning uchun bu o'yinchilar o'yindan chiqishini kutaman va qaytib kelib yana bir tekshirib ketaman. Bu paytga kelib chatda altar, yangi event haqida xabar keldi. Unga bormasam bo'lmasdi. Ferma qurilishi yana ozgina cho'ziladigan bo'ldi. Altar ham dengizning kindigida paydo bo'lgan ekan. Qayiqni ustiga setxom qo'yib, altarga qarab otlandim. Afsuski o'zim bilan hech qanday ko'rinmaslik damlamalari yo'q edi. Altarning ustiga chiqib, mana bu o'yinchi bilan birgalikda kutishni boshladik. Lekin men bir narsani hisobga olmadim. Anarxiyada hech kimga ishonib bo'lmaydi. Mana altar ochilishiga ham sanoqli soniyalar qoldi. Lekin shu paytda bizning do'stimiz meni o'ldirgisi kelib qoldi va qo'limda spamner bilan o'lib ketdim. Taslim bo'lmasdan altarga qaytib keldim. Balki bu safar biron nima olish qo'limdan kelar deb. Qizig'i qo'limdan keldi. Men uchun suyak va poriq tashlab ketishibdi. Shunisiga ham rahmat. Endi bemalol yangi fermamiz uchun joy qidirishda davom etsak ham bo'ladi. Menimcha mana shu koordinatalar ayni muddao. Shu yerdan boshlab pastga qarab kavlayman.
Endi kavlashni boshlaganimni bilaman, uzoqda qandaydir yozuv ko'rdim. Oldiga borib qarasam, bu spamner ekan. Keyin bilishimcha, barcha spamnerlarning ustida shunday undovcha bo'lar ekan. Bu spamner menga kerak emas, shuning uchun uni unutib, sal uzoqroqqa borib ferma uchun joy kovlashda davom etamiz. F3 va G tugmalarini bosish orqali chanklar chegaralarini yoqib, 2 ga 2 bo'lgan chankni tozalashni boshladim. Hozircha mana bu top kirkam yordamida faqat tepasini tozalayman-da, keyin pastini mega buldozer yordamida kovlashda davom etaman. Oldin kavlaydigan joyimni bloklar bilan belgilab olib, so'ngra mega buldozer bilan kavlab oldim. Tadan 9 ga 9 bo'lgan joy mukammal darajada tekis tozalandi. Padaringga la'nat. Qani boyagi bazada ishlar qanday ketyapti ekan? Balki biron narsa qolgandir meni olib ketishim uchun. Voh, qishloqi bor ekan. Lekin kelishga anchagina kech qolibman. Bu yerni allaqachon bo'shatib ketishibdi. Chuqur kavlashda yana ozgina chetga suradiganga o'xshaymiz, chunki auksionda hech kim ko'rinmaslik damlamasini sotmayapti. Bu esa eventlarga borish uchun eng kerakli narsa. Shu bois ko'rinmaslik damlamasini o'zim tayyorlashga qaror qildim. Kerakli narsalarni oldim-da, tayyorlashga kirishdim. Keyin bilsam bu ishni bekorga boshlamagan ekanman, chunki hech kim ko'rinmaslik damlamasini sotmayapti, lekin unga bo'lgan talab yuqori. Bu orqali juda ko'p pul ishlash mumkin. Mana birinchi ko'rinmaslik damlamalari ham tayyor bo'ldi. Hozircha bular 3 daqiqa, lekin redstone qo'shadigan bo'lsak 8 daqiqagacha uzayadi. Aynan shu paytga kelib yangi event meteorit haqida chatda xabar berildi. Ko'rinmaslik damlamasi orqali qimmatbaho narsalar olish ehtimolim anchagina oshadi. O'zimga bitta damlamani qoldirib, qolgan ikkitasini 99 mingdan auksionda sotib yubordim. Iloji boricha eng yaqin koordinatalarda RTP orqali borgandan so'ng esa qayiqqa o'tirib yo'lga tushdim. Yo'lda hattoki kimdir mayoq tashab ketgan ekan, uni ham olib oldim. Mana meteoritga ham yetib keldim. Meteoritga borishdan oldin qayiqning ustiga baribir setxom qo'ydim. Bilib bo'lmaydi, ko'rinmaslik damlamasida ham o'lib ketish mumkin. Deb endigida meteorit ustiga chiqsam u yo'q bo'ldi. Bilsam juda ham kech qolgan ekanman. Yo'lda topgan mayoq ham qaysidir o'yinchidan tushgan. Hech qisi yo'q. Hech bo'lmasa shu mayoq orqali ham pul topsa bo'ladi. Agar RTPda istagan joyga mayoqni qo'yadigan bo'lsangiz, chatda uni koordinatalari hammaga aytiladi va 2 daqiqa davomida sizga pul beradi. Shuning uchun tepaga qurib qo'yishga qaror qildim 300 balandlikda, lekin u yerga qo'yib bo'lmas ekan. Tepada bo'lmasa pastga qo'yaman deb yer tagiga kovlab ketdim. Jin ursin, qayerga bo'lsa ham qo'yaman, ezilib ketdim buni qo'yishdan. Bu yerda esa joy yo'q. Nima qilgan bu mayoqqa tushunmayapman. Voh, qo'yildi. Endi bu mayoq 60 soniyadan so'ng oldidagi barcha o'yinchilarga pul berishni boshlaydi. Mana 60 soniya ham o'tdi. Qiziq, lekin bironta o'yinchi kelgani yo'q. Mayoq esa soniyasiga 200 dan pul beryapti. Bu nimaga kelishmaganini bildim. Bu shunaqangi kam pulki, hattoki bitta salyutli pulni qoplay olmaydi litrada keladigan bo'lsa. Yoki o'ynaydigan 15 soniya vaqtingda bundan ko'p pul topib qo'yishing mumkin. Bu mayoq bo'lishi mumkin bo'lgan eng yomon narsa ekan. Auksionda sotib yuborganimda ko'proq pul ishlagan bo'lardim. Bu mayoq hayot uchun xavfli ekan. Hech qachon ishlatmang. Asablaringiz uzilib, joyingizda o'lib qolishingiz mumkin. Bu vaqtga kelib ko'rinmaslik damlamalarimni sotib olishibdi. Men juda ham arzon qo'yib yubordim shekilli. Bunisini 300 ga qo'yib ko'raman. Endi esa gigant fermani qurishda davom etamiz. Hozircha menga kerakli bo'lgan maydonning 3 dan 1 qismini ham kavlaganim yo'q. Hali ancha ish bor. Deganimni bilaman, yangi event paydo bo'lib qoldi. Bunga bormaslikning iloji bormi? Hech bo'lmasa bu safar biron nima ola olaman deb o'ylayman. Kech qolmabman, hali 42 soniya vaqt bor ekan. Sandiqni ochish o'rniga mana bu Ikronjonni o'ldirishga harakat qilib bekor qildim. Bu vaqtda mana bu o'yinchi hamma narsalarni olishga ulgurdi. Sandiqni ochib qarasam, umuman qimmatbaho narsalar yo'q. Shundan so'ng mana bu do'stimizni orqasidan quvalab ketdim, chunki u anchagina narsa olishga ulgurdi. Joni ham 4 tagina edi. Bir zarbada o'ldirdim. Endi meni ham o'ldirishmasdan bu yerdan quyonni rasmini chizib olish kerak. PvP rejim tugagani zahoti Clan Home'ga teleport qildim. Xo'sh, nimalar olishga ulguribman? Qani ko'ramiz. Bitta himoyachiga sehrlangan netherite va boshqa hech narsa. Bu safar ham uncha omadimiz kelmadi.
Bu safar omadim keladi. Mana aytdi deysizlar. Bu safar aniq omadim keladi. Lekin bu yerda bu safar Netherite o'yinchi ham bor ekan. Bu bizga ozgina xalaqit berib qolishi mumkin. Negadir bu o'yinchini qayig'imdan qasdi borga o'xshaydi. Sandiq ochilgani zahoti ko'zimga ko'ringan eng qimmat narsalarni oldim-da, ochko'zlik qilmasdan tezda qochib ketdim. Quruqlikka chiqqanim zahoti esa bazaga teleport qildim. Bu safar men bitta spamner va bitta ajoyib talismanni qo'lga kiritdim. Bu talismanni o'zim inventar yasaganda kelajakda PvP'da ishlataman. Endi menda yaxshirog'i bor ekan, eskilarini sotib yuboraman. Bunga qo'shib bitta spamnerni ham sotib yuboraman. Menimcha 2.900.000 yaxshi narx bo'ladi. Bu narx haddan tashqari yaxshi bo'lganga o'xshaydi. Allaqachon spamnerni sotib olishdi. Menimcha haddan tashqari arzon sotib yubordim. Attang. Lekin endi meni pulim yaxshiroq kirka sotib olishga yetadi. Mana 1.5 millionga buldozer 2 lik kirka bor ekan, olamiz. Sholki kasaniyasi bo'lsa ham mayli. Bu menga ferma qurishda yordam beradi. Bu sholki kasaniya sehrini sinab ko'rsak ham bo'ladi. Spamnerni mencha sholki kasaniya bilan sindirsa tushish ehtimoli bor. Yo'q, tushmaskan. Jin ursin. O'zim yasatgan serverni qanday ishlashini o'zim ham bilmayman. Yana bitta spamner topdim. Bu safar uni sindirib o'tirmayman. Yaxshisi shu yerda o'zida setxon qo'yib, shu yoqqa kelib ketib ishlataman. Endi chuqur kavlashni davom ettiramiz. Juda ham cho'zilib ketdi bu ish. Lekin mana shu oxirgi qavat. Shuni o'zi bizga yetib qoladi deb o'ylayman. Mana shu oxirgi bloklar edi. Menimcha, anchagina katta joy bo'ldi. Endi sekin fermani o'zini ham qurishni boshlasak bo'ladi. Yo'q, aytinglar, qanday qilib men buni o'tkazib yuborishim mumkin? Axir bu spawnda bo'lsa, olishga menimcha eng oson eventlardan biri shu. Endi sekin ohistalik bilan sandiqqa yaqinlashamiz. Muhimi yugurmaslik kerak. Agar yugursangiz, ko'rinmas bo'lsangiz ham sizdan anchagina iz qoladi. Hali sandiq ochilishiga anchagina vaqt bor ekan. Shuning uchun bazaga qaytib bitta marvarid olsam zarar qilmaydi. Qochishga anchagina yordam beradigan narsa bu. Mana sandiq ochilishiga ham 10 soniya qoldi. Sekin ohistalik bilan yaqinlashib, ko'zimga ko'ringan eng issiq narsalarni olaman va ender marvaridni otaman. Uchta tire white yomon emas. Bu TNTlarni 190 mingdan auksionga sotib yubordim. Va nihoyat endi kaktuslarning asosiy qismini qurishni boshlasam ham bo'ladi. Oldin mana shunday toshdan yo'lakchalar qurib olamiz. Bularning usti qum bo'ladi. Qumni esa cho'ldan kavlaymiz. Buldozerga sehrlangan kirka yordamida buni kovlash anchagina qulay bo'ladi. Cho'lga kelgan ekanmiz, bir yo'la kaktus ferma uchun kaktuslarni ham yig'ib ketaman. Boshlanishiga shuncha kaktus menimcha yetsa kerak. Endi qumlarni o'zini ham joylashtirib chiqsam ham bo'ladi. Ustiga esa kaktuslarni. Afsus nadomatlar bo'lsin-kim, bizga kaktus umuman yetgani yo'q. Bu kaktus ferma ekanligini hisobga olsak, kaktuslar vaqt o'tishi bilan o'zlari to'planadi. Ender chestimda spamner bekor yotibdi. Kelinglar shuni yaxshisi auksionga sotuvga qo'yaman. 9 million menimcha yaxshi narx. Fermaga qaytargan bo'lsak, barcha kaktuslar uchun umumiy yig'ilish joyini qurib tursam ham bo'ladi. Bu vaqt ichida esa kaktuslar o'zlari yig'ilib bir joyga to'planadi. Bizning birinchi hosilimiz, birinchi kaktus. Men esa endi fermani xato qurdimmi deb qo'rqib turgan edim. Bu esa kaktuslar yig'ilish joyi. Bu suv kelmay qolgan 4 blokka esa varonkalar qo'yishimiz kerak. Butun fermadan yig'ilgan barcha kaktuslar mana shu yerga kelib yig'iladi. Endi kaktuslar o'zlari yig'ilib turganda men fermani davomini qursam ham bo'ladi. Faqat ferma o'ylaganimdan kichkina bo'lib qoldi. Agar bu yetarli darajada effektivlik ko'rsatmasa, mana u suv yig'ilish joyini buzib, yana pastga kovlab, fermani kattaroq qilamiz. O'yinimizga endi voleybolchi ham qo'shildi. Voleybolchi kim desangiz, bu Hasan, ya'ni artefakt. Menga ferma qurishda yordam beradi. Fermaning birinchi 3 qatori ham tayyor bo'ldi, lekin keyingi qator sig'armikin. Xo'sh, 1 2 3 4 5. Suvning ustida bir blok qolib, yana bitta qavat qursa bo'lar ekan. Ko'ramiz, shuning o'zi yetadimi? Agar yetmasa, hammasini buzib boshqatdan qurishga to'g'ri keladi. Hozir esa men avto sotuvchini yoqib 1 soat AFKga turib ko'raman. Ko'ramiz, 1 soatda qancha pul olib kelarkan. Xo'sh, 1 soat AFKda fermamiz bizga 1 million pul olib keldi. O'ylaganimdan anchagina kam. Shuning uchun hozir oxirgi qavatni qurib ko'raman, yana 1 soat AFKga turaman. Agar shunda ham yetarli darajada ko'p pul olib kela olmasa, hammasini buzib yana pastga kovlab fermani kattalashtiramiz. Bu safar avto sotuvchini yoqmasdan sandiqlarni o'ziga yig'iladigan qilib qo'ygan edim. Yangi qavat bilan bizning ultra fermamiz yanada kamroq pul olib keldi. Umrimni nimalarga sarflayapman.
safar eventga elitrada uchib boraman. Ha deb yugurib borish jonga tegdi. Ha aytgancha, voleybolchi endi artifak emas, uni o'rniga jiyanim o'tirib oldi. Eventga yetib kelganim zahoti qanotlarini yechib, auksionda sotib yubordim. Shunday qilib ularni yo'qotishdan qo'rqmasam ham bo'ladi. Sandiqlar ochilishiga hali 25 soniya bor ekan. Ungacha jiyanni oldimga teleport qilaman. Agar 2 kishi bo'lsak, qimmatbaho narsalar olishga bo'lgan ehtimolimiz yanada oshadi. Sandiqlar ochilgani zahoti ko'zimga ko'ringan eng qimmatbaho narsalarni olishni boshladim. Lekin men ochko'zlik qildim. O'zimni sandig'imdagi hamma narsalarni olib ketsam bo'lardi-ku. Yo'q, men qolgan sandiqdagi narsalarni ham olishga kirishib ketdim. Qizig'i, bekor qilmagan ekanman. Shunday endi jemchukni olib qochib qoldim. Bazaga qaytgandan so'ng qimmatbaho olgan narsalarimni sandiqqa solib, eventga yana qaytib bordim. Borib qarasam, osmonda bitta donater uchib turgan ekan. Inventarda nima borligi juda ham qiziq bo'lganligi tufayli o'ldirishga qaror qildim, lekin hech narsasi yo'q ekan. Keyin u yana bir marta uchib keldi. Men esa yana bir sandiqni ochib ko'ray degandim, ichida netherite ishim bor ekan. Oldim. Event yo'q bo'ldi. Barchasiga shu Imronni aybdor deb bildim-da yana o'ldirdim. Bundan keyin esa u meni chatda haqorat qilishni boshladi. 2 marta o'ldirganim uchun so'kish shart emasdi. Shuning uchun bu bola kelajakda bu ishiga hali afsuslanadi. Bir marta ham emas, bir necha marta. Lekin ungacha hali ancha bor. Hozircha biz kambag'almiz. Shuning uchun ham ferma qurishimiz kerak. Kirkalarimni tiklash juda ham qiyinlashib ketayotgan tufayli auksiondan 700 mingga bir stak olmos sotib oldim. Chunki bu orqali daraja idishlar yasalar edi. Endi bemalol kirkalarimni yo'lma-yo'l tuzatib ketsam ham bo'ladi. Qizig'i menga shuncha daraja kerak emas. Bemalol bu daraja ishlarni stakini 500 mingdan sotib yana foydaga kirsam ham bo'ladi. Fermani kattalashtirish ishlari o'z nihoyasiga yetdi. Mana bu esa men xohlagan o'lchamlar. Pastda kaktuslar yig'ilishi uchun joyini yana boshqatdan qurdim-da, kaktus fermani o'zini qurishda boshladim. 7 qavatni qurib bo'lganimdan so'ng 8-qavatga kelib adashibman. Bir blok yonga surilib qolibdi. Endi butun qavatni buzib boshqatdan qurishimga to'g'ri keladi. Ha mayli, hozircha shuni o'zida AFKga turib ko'raman. Qiziq, qo'shilgan qavatlar bilan 1 soatda qancha pul olib kelarkin? Hattoki yig'ilish joyini kattalashtirishga ham to'g'ri keldi. Qaranglar, qanchalik ko'p kaktus. Birontasi mendan fermam tortib olmasligi uchun region ham qo'yib qo'ydim. Endi har doimgidek avtobayerni yoqib, yig'ilgan kaktuslarni sotishni boshlasak ham bo'ladi. Kaktuslarni sotib bo'lgach, balansim deyarli 3 millionga oshdi. Lekin shuni ham hisobga olish kerakki, bu yerda 1 soatlik kaktuslar emas, balki undan ham ko'proq. Chunki ferma qurilayotganda ham bu yerda yig'ilib turgan edi kaktuslar. Bu kaktuslar ko'zlarimga muhrlanib qoldi. Shuning uchun endi ozgina ko'rinmaslik damlamasini tayyorlab sotib turaman. Bir donasini 99 mingdan sotganimda o'yinchilar buni juda ham tez sotib olishdi. Chunki auksionda mendan boshqa hech kim ko'rinmaslik damlamasini sotmayotgan edi. Bu yerda esa men o'zimcha damlamalarni chatda reklama qilmoqchi edim. Lekin men bilmagan ekanman, gapni oldida undov qo'yish kerak ekan. Hattoki tez orada men buni bilmayman ham. Shuning uchun video oxirlarigacha men o'zimga o'zim narsalarimni reklama qilib yuraman. Ajoyib. Menimcha 9 million haddan tashqari qimmat narxida spamner uchun. Shuning uchun boshqatdan 7 millionga auksionga qo'ydim. Yangi event Atlantida. Mana shunday eventlar boshlanganda meni damlamalarimni oluvchi xaridorlar anchagina ko'payib qoladi. Eventga uchib kelganimdan so'ng o'zim bilan endi marvarid olmaganim xayolga keldi. Shuning uchun ham uy nuqtasini qo'yib, bazaga qaytib o'zim bilan bitta marvarid olib oldim. Menimcha bu safar sandiqlarni, narsalarni olish ancha qiyinroq bo'ladi. Xuddi aytganimdek, mana hech vaqo yo'q. Quruq ketguncha mana shu kamonni olib olaman. Ferman tekshirish uchun kelganda meni auksionda turgan spamlerimni 7 millionga sotib olishdi. Ferma men yo'qligimda ham ishlashi uchun voleybolchini bu yerga AFKga qo'yib ketgan edim. Bu yerda kaktusdan ko'ra ko'proq qum bilan tosh yig'ilib qolibdi-ku. Men bu pullarni investitsiya qilish uchun ajoyib joy topdim. Bir o'yinchi auksionda 2 milliondan himoya 5 ga sehrlangan netherite aslahalar sotyapti ekan. Menimcha bu yetarlicha arzon narx. Shuning uchun to'liq aslahalarni sotib olaman. Va bekorga qilmagan ekanman. Chunki kelajakda men bu aslahalar bilan ancha-muncha o'yinchilarni dodini beraman. Lekin hech kim auksionda yaxshiroq qilish sotmayapti ekan. Sotsa ham juda ham qimmatga sotyapti. Yana 8 millionga auksionda imperator tumori ham bor edi. Pulim yetardi, olsam bo'lardi. Kelajakda olmaganim uchun afsuslanaman. Kaktus fermada men yana 6 soat AFKga turdim. Bu ko'rib turgan kaktuslaringiz barchasi emas. Men bir qismini hali sotib yuborgandim. Bularni ham sotgandan so'ng balansimiz qancha bo'lishini ko'ramiz. 6 soat AFKda turib, men bu fermadan 6 million pul ishlabman. Bu degani soatiga 1 milliondan. Aytgancha, men eventlarga borishni kanda qilib qo'yganim yo'q.
Omadsizlarni sizlarga ko'rsatayotganim yo'q, lekin mana bunisi anchagina omadli bo'ldi. Serverda o'yinchilar bu vaqtga kelib kamroq bo'lganligi uchun qimmatbaho narsalardan olib, hattoki bitta spamnerni qo'lga kiritishga muvaffaq bo'ldim. Xo'sh, men nimalar olishga muvaffaq bo'ldim ekan? Ikkita Tire Black, bitta spamner va yana bitta top kirka. Demak, endi menda top kirka ikkita bo'ladi. Tire Black'larni esa auksionga 1.900.000 dan qo'ydim. Spamnerni esa sotib o'tirmayman. Kelajakda o'zim ferma qurmoqchiman. Yana bir yangi eventga keldim, lekin bu safar o'yinchilar ancha ko'proq, qiyinroq bo'larganga o'xshaydi. Bu do'stimizning interneti qotib qolganga o'xshaydi. Hozir o'ladi. O'lgandan so'ng narsalarni olish uchun yoniga borib turgandim, lekin meni o'ldirib yuborishdi. Attang, bunchalik yaqinga kelish kerak emas edi. Qaytib borganimda esa men uchun hech narsa qolmagan ekan u yerda. Lekin bitta ko'rmas o'yinchining qo'lida qimmatbaho narsalarni ko'rdim. U esa qo'lida narsa bilan yugurib yurgandi. O'ylashimcha, u meni hech kim ko'rmayapti deb o'yladi. Shuning uchun unga bir nechta zarbalar berdim. Suv ostiga tushdi. U yerda ham qo'ldagi narsalarni tashlab yuborish xayoliga kelmadi va ikkita zarbada men uni talismanni ishlatib yubordim. Lekin orqamdan kimdir meni o'ldirib yubordi. Wake up to reality. Nothing ever goes as planned in this accursed world. $2 millionga spamner sotishyapti. Menimcha buni sotib olish kerak. Agar ishlatmasak ham qaytib sotib ko'proq pul ishlash mumkin. RTP orqali Endga bir necha marta teleport qilib ko'rdim va ikkinchi marta teleport qilganimda men qaysidir o'yinchining bazasini ustida paydo bo'lib qoldim. Ataylab hech kim paydo bo'lmasligi uchun menimcha tugmalar qo'yib chiqqan, lekin bu uni hech narsadan qutqarib qola olmadi. Bu yerga set home qo'yib bazaga qaytib bordim. Har ehtimolga qarshi ko'rinmaslik damlamasi ichib ortga qaytdim. Ajablanarlisi, men bu yerdagi bloklarni sindira olar ekanman. Bu degani bu yerlarda region yo'q. Yo'q, adashibman. Mana bu tarafda bor ekan. Demak, butun bazada yo'q. Lekin shuni o'zi ham bizga yetadi. Mana shu yerdan bemalol raid qilish mumkin TNT vagonchalar yordamida. Raid uchun barcha kerakli narsalarni olib bazaga qaytdim, lekin bazaning egasi shu yerda ekan. Bazaning egasi onlayn ekanligida uni raid qilishdan hech qanday ma'no yo'q, chunki u hamma qimmatbaho narsalarni olib o'yindan chiqib ketadi va biz hech narsa ola olmay qolib ketamiz. Bu o'yinchi offlayn bo'lguncha men spamnerlarga asoslangan ferma qurishga qaror qildim. Menimcha hamma o'yinchilar shu orqali millionlab pul ishlayapti. Ferma qurishdan oldin birinchi navbatda uni obsidian bilan o'rash kerak, chunki spamnerlar arzon narsa emas. Ularni istagan odam o'g'irlab ketsa bu yaxshi bo'lmaydi. Yana biz qanday moblar spamnerda turishini ham hal qilib olishimiz kerak. Xo'sh, ip juda ham arzon narsa ekan, demak o'rgimchakniki bo'lmaydi. Idealida Creeperdan qilsak eng ajoyib bo'lardi, chunki porux eng qimmat narsa, lekin Creeperning tuxumi haddan tashqari qimmat va kamyob bo'lganligi tufayli skeletda to'xtaymiz. Qani yana bir anu bazaga borib ko'raychi, balki egasi yo'qdir. Bazada o'zgarishlar ko'ryapman, taxtachalarda yozuvlar paydo bo'libdi. Menimcha bu do'stga qoldirilgan xat. Biroq agar siz ergaga qo'shilmagan bo'lsangiz uzr. Sam ergaga qo'shib qo'yaman. Ortiqcha sandiqqa narsalaringizni qo'ydim. Ortiqcha sandiq shu bo'lsa kerak. Biroq u yerdagi chest baba ochilmaydi. Botga ayrdagi lootlarni olib keldim. Bola toshkenlik shekilli. Xo'sh, rostdan ham bu yerda erga yo'q ekan, xuddi qimmatbaho narsalar kabi. Bu esa qusish burchagi. Mana shunga lekin like bossa bo'ladi. Qandaydir bu yerni raid qilgim ham kelmay qoldi. O'yinchilarning o'yinini buzadigandakman. Lekin na iloj, bu anarxiya, qoidalar yo'q joy. Menda mayoqlar bo'yicha bir ajoyib g'oya paydo bo'ldi. Eslashim bo'yicha Bayerda ham mayoq sotish mumkin. Ha, naqd 386 mingga, auksionda esa atigi 100 ming. Demak, auksiondan arzonga olib Bayerga qimmatroqqa sotishimiz mumkin. Hattoki meni auksionim kuchayganligi tufayli 380 mingga emas, naqd 580 mingga sotib oldi. Bu degani men mayoqlarni auksiondan 500 mingga sotib olgan taqdirda ham anchagina foydada qolar ekanman. Mana bu yerda yana bitta 400 mingga bor. Buni ham 580 mingga sotamiz, lekin faqat 5 ta mayoq sotish mumkin ekan, limit bor ekan. 3 tasini 999 ming. Buni ham sotsam yana 500 ming foydaga qolaman. Lekin limitga urilib qoldim. Bu degani boshqalarni sota olmayman. Lekin menda voleybolchi bor, unga bersam u sotishi mumkin. Keyin barcha pullarni o'zimga qaytarib tashlab beradi. Boyagi vazaning egasi va nihoyat offline bo'ldi. Bu degani biz uni bemalol raid qila olamiz. Buni TNT aravachalar yordamida qilish juda ham oson bo'ladi deb o'ylayman. Vagonchani region ustiga olib kelamiz va kamondan o'q uzamiz. Portlash. O'ylaganimdan ancha kuchliroq portladi. Yana ikkita regionni mana shunday qilib yo'q qilsa agar butun baza bizniki bo'ladi. Yana bir region minus va oxirgisi qoldi. Bunisini ham portlatib yuborsak, menimcha bu safarda sandiqlar ham portlab ketadi. Qani
Yarim sandiqlar portladi. Lekin unchalik ham qimmatbaho narsalarni ko'rmayapman. O'zimni regionimni qo'yib narsalarni saralashni boshladim. Bu yerdan ikkita olmos kirka topdim va boshqa hech vaqo topa olganimiz yo'q. Shuning uchun taxtachalarga o'zimizni gaplarimizni yozib, bazani tark etdik. Baza raid qilish menga juda ham yoqdi. Shuning uchun ham Endda yana bir nechta baza qidirishga harakat qilib ko'raman. Kechirasizlar do'stlar, bu yerga qanday kelganimni videoga olish esimdan chiqib qolibdi. Xullas, men osmonda Endda uchib yurganimda qora qutini ko'rib qoldim, obsidiandan. Buning ichida baza bo'lishi kerak. Shuning uchun raid qilmoqchiman. Biz bu yerda yolg'iz emasmiz. Bu o'yinchi ham bu yerni raid qilmoqchi shekilli. Lekin do'stim yugurganniki emas, buyurganniki. Yiqil pastga. Yerga yiqilib majag'i chiqqanga o'xshaydi. Raid qilishda davom etamiz. Ba'zan ustida qandaydir resurslar paydo bo'lyapti. Bu degani ichida spamner ham bor ekan. Demak, bu ajoyib raid bo'ladi. Boyagi o'yinchi yana qaytib kelibdi. Bu safar olmos aslahalarda va qo'lda qandaydir sferasi ham bor. Menda esa hattoki qilich ham yo'q. Hozir oldiga tushsam aniq o'ldirib qo'yadi. Do'stim, balki o'tmishdagi ginalarni unutib do'st bo'lib yasharmiz. Tushundim, do'st bo'lishni xohlamas ekan. Lekin men ham og'zimdagi oshni oldirib qo'ymayman. Hozir qaytib kelib, kunini ko'rsataman. Qizig'i aslahalar ham o'ziniki emas ekan. Boya voleybolchi oldim deydi, yiqilganda o'libdi. O'shanda narsalarni olgan ekan. Yaramas. Boya sotib olgan aslahalarimizni vaqti kelganga o'xshaydi. Atdan yaxshiroq qilichim yo'q baribir. Hech qisi yo'q, o'zim bilan kuch damlamasini olib olaman va menimcha u o'yinchini bemalol yutsam kerak. Mana men qaytib keldim. Deganimni bilaman, lekin u hech qayerda yo'q edi. Hamma unda raidni shunchaki davom ettiraveramiz. Menimcha bu bazani raid qilish unchalik ham qiyin bo'lmaydi. Porshinim ham atigi bitta edi. Shuni olib endi tepasiga qo'yamiz. Tepasiga qo'yib, endi birinchi navbatda uning ustiga dinamit qo'yish kerak. Bu pastga esa dinamit yiqilib ketmasligi uchun edi. Dinamitni obsidianni oldiga olib kelganimizdan so'ng chaqmoq toshni olib shunchaki yoqib yuborsak ham bo'ldi. Endi iloji boricha uzoqroqqa qochib qolish kerak, chunki buni portlashi anchagina jon oladi. Men aytdim-ku, agar oldiroqda bo'lsam talismanim ishlab ketgan bo'lardi. Bu do'stimiz ham qaytib kelibdi-ku, menimcha raid qilishimni kutib bir jetda berkinib o'tirgan bo'lsa kerak. Unda raid qilish ishlarini kechroqqa surib, oldin bu do'stimiz bilan shug'ullanishimiz kerak. Menimcha shuni yiqitib yuborsam ham o'lib ketsa kerak. Yo'q, o'lgani yo'q. Tatem uni qutqarib qoldi. Hozir o'zim o'ldiraman. Deganimni bilaman, bironta zarba berishimdan oldin o'yinchi qochishga kirishib ketdi. Menimcha taqdiri qanday bo'lishini tushundi. Oz muddat orqasidan quvlaganimdan so'ng o'zi cheksizlikka kelib pastga sakrab yubordi. Bu nima qiliq edi? Hammayli deb men raid qilishda davom etdim. Lekin bu o'yinchi vaqt o'tishi bilan qaytib kelib menga xalaqit berishda davom etdi. Menimcha raid paytida narsalarni o'g'irlab ketmoqchi. Mana aytganimday ba'zan ichida biqinib o'tiribdi. Endi uni qanoti yo'q, lekin baribir ham asabga tegishni qoyillatyapti. Bu safargi TNT esa oddiy Tire White. Uni Tire Black'dan farqi, u obsidianni sindira olmaydi. Endi zudlik bilan barcha narsalarni yig'ib olishim kerak, yo'qsa hozir mana u tekinxo'r hammasini olib ketadi. Endi birin-ketin narsalarni saralashda boshlash kerak. Narsalarni yig'ayotganda bu o'yinchi bir necha marta kelib narsalarni olib ketishga harakat qildi. Hattoki bir marta olib ketdi ham. Menimcha hamma qimmatbaho narsalarni oldim. U olib ketgan narsalar esa pastda bo'lishi kerak. Chunki u tepada shunchaki pastga sakradi. Narsalar menga qolmasligi uchun. Mana u pastda turibdi, narsalarni yig'yapti, xuddi o'zinikiday. Hammasini lekin men oldim-ku, yaramas. Bir necha zarba bergandan so'ng u bu yerga region qo'yishga ulgurdi va hamma qimmat narsalarni sandiqqa soldi. Baribir narsalarni ola olmasdim, chunki inventarim to'la edi. Hozir hammasini bazaga qo'yib kelib, yana raid qilishda davom etaman. Bu safar bu o'yinchinikini. Yana bu yerga Tire White tashlashga qaror qildim. Oddiy TNT tashlasam bo'lar ekan. Hozir bilasiz nimaga ekanligini. Sababi portlagan TNT endermenlarga tegib ketdi. TNT esa men yoqdim. Shuning uchun barcha endermenlar meni o'ldirishga qaror qildi. Hattoki o'ldirishga ozgina ham qoldi. Unda o'ylab qarasa, u yerda hech qanday qimmatbaho narsalar yo'q. Hamma qimmatbaho narsalar menda. Xo'sh, raiddan nimalar olganimizga keladigan bo'lsak, mana 3 ta spamner o'zimniki edi. Bu 5 tasini esa raiddan oldim. Bitta skeletniki, 4 ta o'rgimchakli spamneri. Agar bu spamnerlardan foydalanmasdan shunchaki sotmoqchi bo'lsam ham 7 milliondan sotganimda 35 millionga sotishim mumkin. Bu raid juda ham omadli bo'ldi deb o'ylayman. Spamnerlarga asoslangan ferma qurishdan oldin bir marta eventga borib kelishga qaror qildim. Balki bu yerdan ham tuxum yoki spamner olishim mumkin bo'lar. Bu safar sandiq ochilishiga kech qolmaslik uchun oldiga kelib turdim va ochganim zahot ko'zimga birinchi bo'lib spamner tushdi. Uni olib, shu zahotda endirjim qochib qoldim. Endi bizning jamg'armamizda naqd 10 ta spamner bor. Bu bilan ajoyib ferma qurish mumkin. Faqat tuxumlar yetishmayapti. O'rgimchak tuxumini kimdir tashlab ketibdi. Endi menda bitta tuxum va 5 ta ishlaydigan spamner bor. Jami 6 ta. Auksionda ham ikkitasini 2,5 millionga sotishyapti ekan. Buni ham olamiz. Qo'shsak 8 ta spamnerni ishlata olaman. Qolganlariga esa tuxum yo'q. Hozircha. Endi esa fermani o'zini qursak bo'ladi. Ari, Mari, Sumari. Ferma tayyor. Spamnerlarni qo'ysak bo'ldi.
Spamnerlarni qo'yishda umuman adashmasligimiz kerak, chunki bitta adashsak, keyin uni olish qiyin bo'ladi. O'rtada yana bitta spamner bor bo'lganini hisobga olsak, kelishimizdan oldin men 8 ta qo'ysam, jami 9 ta spamnerni bu yerda ishlata olar ekanman. Babi xato qo'ydim. Oxirgi ikkita spamnerni qo'ysam bo'ldi. Mana bu yerga va bu yerga. Mana endi ferma tayyor. Lekin ustiga turib qolyapti ekan, come on. Unda ustiga yana blok qo'yib chiqsak, ferma 100% tayyor bo'ladi. Tadan, ferma tayyor. Endi AFK ga turish kerak va qancha pul olib kelishini bilish kerak. Menimcha shu holni o'zida kaktus fermadan ko'proq pul olib kelish kerak. Lekin buni ham qurish kaktus fermadan qiyinroq, chunki bunga ancha pul kerak. Hozir esa barcha balansimdagi pullarni klanga solib, 1 soat AFK ga turib ko'raman. Ko'ramiz qancha pul olib keladi. 1 soat ichida 890 ming pul ishladim. Bu yaxshi ko'rsatkich. Hozirgi kaktus fermamning darajasi allaqachon. Ustiga ustak bundan menga daraja ham tushyapti. Bu degani endi men o'zimga yaxshi qilich sehrlab olishim mumkin. Mana u yasay olgan eng yaxshi qilichim bo'ldi. Menimcha hozirchaga bo'ladi. Kech bo'lganligi tufayli o'shanda men o'yindan chiqib ketdim va ertasiga qaytib kirganimda ba'zamni raid qilishgan ekan. Bir nechta spamnerlarim qolgan, lekin ko'pini yo'q qilib yuborishibdi. 8 ta spamnerdan faqat 4 tasi qolibdi. Bu spamnerlarni kirkada kovlasa ham tushish kerak, chunki bular bir marta qo'yilgan, lekin men tavakkal qilib o'tirmadim-da, eski o'zimizda sinalgan usul bilan portlatib oldim. Men hech xafa bo'lganim yo'q. Bu safar shunaqangi ferma qurayki, bundan 10 barobar katta va 10 barobar zo'r bo'lsin derdim, uni qurmayman, hazillashdim. Lekin quraman, zo'rni quraman. 10 barobar bo'lmasa ham 2 barobar yaxshiroq bo'ladi. Bu degani menga anchagina ko'p obsidian kerak bo'ladi. Shuning uchun ham lava ko'lda mana shuncha kavlab oldim. Baxtimga meni hali spamnerlarim ko'p edi. Ularga faqat tuxumlar kerak. Shuning uchun men auksiondan ko'p tuxumlar sotib olib turdim. Yangi ferma uchun joy topib, uni qurishga ham kirishdim. Pibidi bu ferma ham tayyor bo'ldi. Umid qilamanki, buni bunchalik tez raid qilishmaydi. Moblar paydo bo'lmaganligi tufayli balandligini 2 blok qilib qo'ya qoldim. Tepani esa hattoki suv bilan qo'yib chiqdim. Hozir bu yerga ruh qumi qo'yib, pufakchalar qilamiz. Bu tepadan tushadigan TNTlardan himoya bo'ladi. Lekin bu ish bilan bekor shug'ullanibman. Faqat vaqtimni olgani qoldi. Nimaga bunday deyotganimni keyinchalik tushunib olasizlar. Ferma deyarli tayyor bo'ldi. Faqat undan oldin bir ish qilishimiz kerak. Oddiy o'yinchi faqat 3 tagina region qo'ya oladi. Shuning uchun ham voleybolchini chaqirib, u privatlarni qo'yishini aytdim. Baxtimga boshqa o'yinchi regioniga sizni shunchaki oddiy komanda orqali qo'shib qo'ya oladi. Kimga kerak bo'lsa, barcha anarxiyada ishlatiladigan komanda buyruqlarini opisaniyada yozib qoldiraman. Mana endi spamnerlarni joylashtirib chiqsak ham bo'ladi. Hozircha menda unchalik ko'p emas. Yana kelajakda barcha o'rgimchakni spamnerlarni skeletga almashtirib chiqish kerak. Chunki o'rgimchak hech qanday pul olib kelmaydi, faqat daraja olib kelyapti. Sababi Bayer iplarni suv tekinga sotib olar ekan. Mana ferma hozircha tayyor desa ham bo'ladi, lekin men kelajakda shu qadar kattalashtiramaanki, soatiga 5 milliondan olib kela oladi. Yana tepadagi suvni quritishimizga to'g'ri keladi, chunki spamner tepaga yopishib turganligi tufayli yarim resurslar tepada paydo bo'layotgan ekan. Bo'ldi, hammasini to'g'riladim. Boyagidek barcha balansni klanga solamiz va 1 soatga yana AFK ga turamiz. Mana 1 soat ham o'tdi. Endi sandiqdagilarni ham sotgandan so'ng mablag'im 1 million 100 tashkil etayotgan edi. Bu ferma o'tgan safargisidan ham ko'proq olib kelyapti, chunki skeletlar ko'proq. Yana bu serverda daraja evaziga spamnerlarni kuchaytirish mumkin. Vaqtini, radiusini, birdaniga nechta paydo bo'lish kabi. Lekin har bir kuchaytirishdan so'ng yanada ko'proq daraja so'raydi. Bu degani oxirgi darajaga ko'tarish uchun yuzlab daraja kerak bo'ladi degani. Lekin qizig'i yuzlab darajani yig'ish ham unchalik qiyin bo'layotgani yo'q. Yana bir o'rgimchakni spamnerni skeletnikiga almashtirdim. Sandiqlarim juda ham tez to'lib qolayotganligi tufayli narsalarni avtomatik ravishda sarlovchi tizim yasadim. Buni qanday yasalishini internetdan ko'rib olishinglar mumkin. Mana oxirgi obsidianlarni ham qo'yapman. Deyarli tayyor bo'ldi. Norvon qo'yadigan bo'lsam, bu tepaga chiqib tushishga osonroq bo'ladi va hammasi tayyor. Xo'sh, bu qanday ishlaydi? Sandiqning bir tarafiga suyaklar, bir tarafiga esa iplar yig'iladi. Ortib qolgan barcha narsa mana unga tushib, lavaga uloqtiriladi. Shunda hech narsa to'lib qolmaydi. Mana bunisiga suyaklar yig'ilgan, bunisiga esa iplar. Soatdek ishlamoqda. Bu degani bir necha soat AFK ga bemalol tursam bo'ladi. Xo'sh, oradan 3 soat vaqt o'tdi. 3 soat AFK ga turib men 12 million pul ishlay oldim. Bu juda ham ajoyib ko'rsatkich. Bu degani soatiga men 4 milliondan ishlagan ekanman. Men yana ikkita skeletni tuxumini olib, ularni ham joylashtirdim. Endi bironta o'rgimchakning spamneri yo'q bu yerda. Xo'sh, spamnerning ichiga ikkita kirib qolgan. Bilmadim qanday ikkita soldim, lekin bitta spamnerning ichiga ko'plab spamnerlar solish mumkin ekan. Menda yana ishlatilmayotgan 3 ta spamner bor. Kimdir arzonga skeletni tuxumlarni sotishni boshlabdi. 3 tasini sotib olaman.
Bir yo'la barcha spamnerlarni maksimumga kuchaytirib ham qo'ydim. 45 million pul bilan serverning eng boy o'yinchilari qatorida 8-o'ringa chiqib oldim. Fermani yana modernizatsiyalashtirishga qaror qildim. Bir blok pastga tushirib, suvlarni yaxshiroq qilib quyib qo'ydim. Endi ham chiroyli, ham effektivroq bo'ldi deb o'ylayman. 8 soatlik AFKdan so'ng ko'zim mana bularni ko'rsa bo'ladimi? Nahotki barcha sandiqlarim boshdan oxirigacha to'lib qo'yilgan. E'tiboringiz uchun bu yerda ikkitalik 10 ta sandiq bor. Bularni barchasini sotsak qancha pul bo'lar ekan? Axir bu 35 mingta suyak degani. Barchasini sotib bo'lgandan so'ng balansim 19 millionga oshdi. Va men pulimni 2 barobar ko'paytirganimga qaramasdan, hali ham topda 8-o'rinda turibman. Top onlaynda esa 3-o'rinda. Men xatoyimni tushungandayman. 8 soatlik AFKda menimcha faqat 5 soatida sandiqlar to'lib qolib, qolgan 3 soatda shunchaki ketgan. Chunki o'ylaganimdan ancha kamroq pul keldi. Mayli, uni buni qo'yaylik. Endi meni pullarim bemalol PvP inventari yasashga yetadi. O'zimga bitta imperator tumori ham sotib olaman. Endi o'zimga bitta raqib topsam ham bo'ladi. PvP komandasi yordamida siz o'zingiz navbatga kirishingiz mumkin. Agar yana bir kishi shu komandani yozsa agar, ikkalangizni RTPga teleport qiladi va sizlar hech kimsiz birga bir jang qilasizlar deb umid qilgan edim. Shu uchun barcha damlamalarni olib jangga kirishmoqchi edim, lekin hech nimasi yo'q. Bir patsanjon ekan. Kuch 3 damlamam bekor ketdi, yaramas. Nima bor edi-ya shu bolaga shu yerda qatnashib? Yaxshisi ota-bobolarimiz usulida PvP arenada jang qilaman. Lekin bu ham unchalik yaxshi g'oya emas, chunki shunchaki yutishni boshlasang qochib qolishga vaziyat juda oson. Men ularni ayblamayman. Ularni o'rnida men ham qochgan bo'lardim. Men bilan urushish oson ish emas baribir. Ozgina aylanib bo'lsa ham o'zimga baribir raqib topdim PvP komandasi yordamida. Bu safar hech nimasi yo'q o'yinchi emasdi. Haqiqiy full imperator kitidagi imperator edi. Damlamalarni ichgandan so'ng jang boshlanib ketdi. Boshida bu o'yinchi meni anchagina ko'p jonimni olib qo'yayotgan edi. Men yutqazamanmi deb o'ylay boshlagandim. Lekin taslim bo'lganim yo'q. Uzoqroqqa borib sehrlangan oltin olmani ikkita jonim qolganda yeb, javob zarbalarini berishni boshladim. U esa arbalet orqali menga sekin qulash effektini bergandi. Shu sabab men unga umuman crit bera olmay qoldim. Lekin qochish umuman xayolimga kelgani yo'q edi. Critsiz ham bu o'yinchini yuta olishimga ishonar edim. Lekin men yaxshi pozitsiyada bo'lmaganini bilgan Creeper menga yordam berishga qaror qildi. Creeperning haqqi hurmati bu o'yinchini shilemini sindirdim va o'ldirdim ham. Creeperning haqqi hurmati mana u gap bo'ldi lekin. O'yinchidan bosh kiyimdan tashqari qolgan barcha aslahalarni olib endi ketsam ham bo'lardi. Xo'sh, bu o'yinchidan menga nimalar tushdi? Imperator arbaleti, imperator oyoq kiyimi va imperator sovuti bo'lmasa ham ajoyib sovut va imperator qilichi aynan shu menga yetmayotgan edi. Endi hammani yo'q qilib yubora olaman. Masalan, mana u tanish yuz sohibini meni so'kkani uchun javob berish kerak bo'lgan patsanjon-ku bu axir. Bolajon mening shirindan shakar kritlarimni olib mast bo'la yozdi. Qochib ketmasligi uchun qopqonni ichiga olib urushda yana davom etdim. Ikkita kritdan so'ng tatemi ham ishlab ketdi. Endi o'ldiramanmi deb turgandan sehrlangan oltin olma yeyishga ulgurib qoldi va javob zarbalarini berishga harakat qildi. Lekin bundan umuman foyda yo'q edi. Uzoqroqqa borib yana qopqonni ichiga solmoqchi edim, lekin Ender marvarid otib qochib qoldi. Qizig'i chatda meni cheaterlikda ham aybladi. Mayli, PvP komandasi yordamida o'zimga yangi bir raqib topdim. Bu safar ham Netherite kiyimli o'yinchi ekan. Ustiga ustak imperator ekan. Bu degani ovun barordan keldi. Uchsam menga tegolmaydi deb o'yladingmi? Sen shoxida yursang, biz bargida yuramiz. Pastga tushgandan so'ng ikkita ajoyib crit berishga ulgurdim. O'yinchi qochib ketmasligi uchun qopqonga solmoqchi edim, lekin u qochib keta oldi. Tushkunlikka tushmaymiz. Bu yerdan ham chiqsa bo'ladi. Men o'yinchini shunchaki qo'yib yubora olmayman. O'yinchi uzoqqa qochishga ulgurmabdi. Ustiga ustak menga delfin tezroq suzishga yordam berdi. Yetib olgach esa bir necha zarbalarda bu o'yinchini spawnga yubordim. Endi esa jonajon uyimizga qaytsak ham bo'ladi. Bu o'yinchidan menga PvP uchun narsalar va general qilich tushdi. Nima uchun bu o'yinchi bunchalik tez o'ldi desam, aslahalari bor yo'g'i himoya uchga sehrlangan ekan. To'g'risini aytsam, bunday aslahalar menga kerak emas. Shuning uchun spawnda o'yinchiga barcha narsalarni qaytarib berdim. Menimcha Nether eventiga birinchi marta keldim. Bu yerda o'yinchilar bor ekan. Demak, bekorga kelmabman. Menga sandiqdagi narsalar qiziq emas. PvP bo'lsa bo'ldi. Qizig'i bu yerda eski do'stimiz Imronjon ham bor ekan. Hol-ahvol so'ramay o'tish odobdan bo'lmas edi menimcha. Tan olish kerakki, Imron ham anoyilardan emas ekan. Nega deysizmi? Chunki narsalari menga tushmasligi uchun lavaga sakrab yubordi. Mayli, hech bo'lmasa Netherite narsalar lavada yonmaydi. Shularni olib ketaman. O'zi menga narsalar unchalik ham kerak emasdi. Eng muhimi qasos bo'ldi. Lekin baribir sandiqdagi bir nechta narsalarni olib ketdim. Bu
Bu safar mana shu narsalarni olishga muvaffaq bo'ldim. Qizig'i bundan so'ng meni tekshiruvga ham chaqirishdi. Lekin bu aniq edi, chunki bunday PvPdan so'ng chaqirishmasa ham bo'lmasdi. Ha, yana aytgancha, ba'zilari tekshiruvdan qanday o'tish kerak ekanligini bilishmaydi. Shuning uchun hozir o'rgatib ketaman qisqa qilib. Birinchi navbatda internetdan AnyDesk degan dasturni yuklash kerak. U yerda esa sizni 10 xonali kodingiz bo'ladi. Bu kodni chatda moderatorga yuborasiz. Moderator esa sizning kompyuteringizga ulanadi va cheatlar bormi yo'qmi tekshirib chiqadi. Agar bo'lmasa, yana o'yinni davom ettiraverasiz. Tekshiruvdan muvaffaqiyatli o'tganimdan so'ng o'zimga yana bir yangi raqib topdim. Bu jangda ham meni qo'lim baland kelayotgandi. Lekin u men qo'ygan qopqondan Horus bilan chiqib keta oldi. Orqasidan borish uchun otgan Ender marvaridim esa xato tegib qoldi. Qopqonning vaqti tugab tashqariga chiqqanimda esa u o'yinchi allaqachon ketib qolgan ekan. Shuning uchun PvP maydoniga borib o'zimning yangi jangimni boshladim. Bu o'yinchi hattoki meni qopqonga ham soldi. Bu esa men uchun ayni muddao edi. Chunki men o'zimning g'alabamga ishonayotgan edim. Toki uning sherigi jangimizga qo'shilmagunicha. Endi esa men qanday yutishni emas, qanday qochishni o'ylashim kerak edi. Ishoning, bu oson narsa emas. Bu o'yinchilar har safar men chiqqanimda boshqatdan qopqonga solib qo'yishdi. Ender marvarid bilan chiqmoqchi bo'lganimda har doimgidek xato ketdi. Mana 3-marta ham qopqonga solishdi. Lekin 4-marta qopqonga solishmadi. Shuning uchun ham men qochib keta oldim. Yana ozgina vaqt ushlab turishganda aslaham sinardi va meni aniq o'ldirishgan bo'lardi. Boya jangimizga qo'shilgan ko'rinmas o'yinchini ko'rdingiz-a? Men hozir shu o'yinchi bilan birga bir jang qilib ko'raman. Bu o'yinchining niki ustoz Ugwe ekan. Qizig'i PvPni o'zi taklif qildi. Men bu o'yinchiga boshida yaxshigina yutqazayotgan edim. Tushunib turganingizdek boshida yutqazayotgan edim. Bilishimcha uning qo'lidagi sferasi mening imperator tumorimdan ham yaxshiroq ekan. Lekin mening ham qo'limda tuz bor edi. Sekin qulash effekti yordamida bu o'yinchini crit berish qobiliyatidan mahrum qildim. Endi esa mening qo'lim bundan baland kelayotgandi. Oz vaqt zarba almashganimizdan so'ng ustoz Ugwening joni menikidan kamroq qoldi va mendan qochishni boshladi. PvP rejimini cho'zish uchun uning orqasidan ancha quvladim, lekin endi uraman deganimda ko'z oldimda qochib qolishga ulgurdi. Xo'sh, video shu joyda o'z nihoyasiga yetadi. Videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun katta rahmat. Yana aytgancha, sizlarga bir kichik e'lonim bor. Bu Articraft serverida anarxiya rejimining yangi spauni. Biz anarxiyani 1.21-versiyaga ko'tardik. Endi serverda ko'plab yangi versiyadagi narsalar qo'shilganmiz. Yangi eventlar, barcha buglar tuzatilgan, hamma narsaning ustida yaxshilab ishlab chiqqanmiz. Agar qiziq bo'lsa, serverga kirib o'ynang. Bu video chiqqanda serverda wipe bo'lgan bo'ladi. Yana mendan sizlarga kichik bir sovg'a. Agar serverga kirib BDV komandasini yozsangiz, sizga bitta taking case beriladi.